Aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun bilan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga, yoshga doir pensiya olish huquqini beradigan yoshga to'lgan fuqarolarga ularning murojaatsiz proaktiv shaklda pensiya tayinlanishini hamda fuqarolarning shunday tartibda tayinlangan pensiyani rad etish huquqini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, fuqaroning yoshga doir pensiyaga bo'lgan huquqi belgilangan axborot tizimlaridan olingan ma'lumotlarga asosan aniqlanadi. Agar fuqaro uning murojaatsiz proaktiv shaklda tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirish va keyinchalik yoshga doir pensiyaga chiqish istagini bildirsa, u tayinlangan yoshga doir pensiyani rad etish huquqiga ega bo'ldi. Bunda fuqaro xabarnomani olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan yoxud Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali so'rovnomani to'ldirgan holda murojaat qilishi kerak. Pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza va so'rovnoma 10 kundan kechiktirmay ko'rib chiqilishi lozim. Pensiyani fuqaroning murojaatini talab etmagan holda proaktiv shaklda tayinlash to'g'risidagi masala fuqaro pensiya yoshiga to'lgan kunning o'zida ko'rib chiqiladi.